Okalar sotuvimizning mashinalarni ko'rsataman. Bu yerda 24 miz bor. Zo'r mashinada shu. O'zimga ham rosa yoqadi. Bu yerda 21 miz bor. Bu ham zo'r mashina. 21 bir qo'l haydalgan. Hop, u yerda 20-yil. Hamma narsa qilib qo'ygan. Shu izolyatsiya bo'lgan, hamma narsasi qo'yilgan. Damasimiz ham bor, 22 miz bor. Bu yerda 25 kombimiz bor. Hozir savdo qilishyapti. 50 so'm ustiga saqlashyapti. Bu ham savdo bo'lsa kerak. Xudo xolisa 24 dan boshlaymiz. 2024-yil 24 milga oldi faralari qoraytirib, RS Ablisovkaga so'nifga bo'lgan. Ko'jalarni ko'ringlar. Ko'jalari ham yaxshi sifatli ko'jalarda ko'ja qilib qo'yilgan. Hamma narsasi bor. Beharajat mashina, chipol, linoleum, pollik, gazlagacha ustunovka qilib qo'yilgan. Quyidagi o'zini halolniki, haloli. Bunisi 60 ming yurgan, 21. Kraskasi etmetida bor, chaqa-chaqasiga sepilgan. Suyaklari 100% butun. Salonlari ham ancha akkuratli bo'lib turibdi. Yaxshi xol bar, hamma narsasi bor. Bir qo'l haydalgan. Quyidagi o'ziniki. Xohlagan ustunlarni olib kelib, ko'rsatib, tekshirtirib olurasida. Bitta aytgan 20-yil mashinam. Qo'lni shunga bo'lgan, qo'lni navrot bo'lgan, sakadiska balon, hamma narsasi bor. Salonlarni ham ko'ringlar buni. Kraskasi bitta shu kapaligida bor. Qolgan joylari 100% toza. RS Ablisovkalar faralari qoraytirib qo'yilgan. 22-70 ming yurgan. Kraskasi absolyutnik toza, beharajat mashina. Buni ham hamma narsasi bor. Chexol, gaz, bas, 13 balon tayyor. Xudo xolisa beharajat mashinalar hammasi. Kombimiz, balon, propan gaz, benzinda yaxshi yursin, benzindan yaxshi yursin, propan ustunovka qilib qo'yilgan. Monitor video registratorlarigacha bor.